Erkaklar yoki yigitlar hali uylanguniga qadar boshqa ayollar bilan bo'lishi mumkin. Bu bo'ldi, tana eslab qoldi, miyasida ham kartinka bor. Demak, bu o'sha har xil ayollar bilan lazzatlangandan keyin xohlaydimi, yo'qmi, shu narsani o'zini keyin xotinidan kutadi. Yoki uylangandan keyin aynan o'sha o'zi ayoldan o'zi anglamagan holatda kutadi. Agar mobodo, qarangda, boshqa tomoni ham bor. Bu qiz to'ydan keyin bo'li aktivniyroq bo'lsa, bu erkakda shubha ham tug'iladi. Bu qayerdan bunchalik aktivniy, qayerdan bu narsalarni biladi degan. Bir tomondan u xohlaydi. Uni chunki o'tmishda tajribasi bor-ku, shunday bo'lishini. Ikkinchi tomondan agar mobodo shunaqa aktivniyroq bo'lsa va o'zini xohish istaklarini ochiqchasiga namoyon qilsa, eri bo'lgandan keyinda, undan keyin shubhalanadi ham. Agar aktivniy bo'lmasa, hech narsani bilmasa, uni v prinsipidagi o'zi qizlar bilmaydi. Ko'pincha o'ylaydiki, erga tekkandan keyin erim o'rgatadi deydi. Erlar o'ylaydi, balkim uni yangasi o'rgatib bordi debda. Bu qiz bola umuman hech narsani bilmasa, bora-bora erkaklar bu ayolga yoki bu qiz bolaga xuddi taxtaday deydi. Menga umuman qizig'i yo'q. Chunki uni o'tmishda уже tajribasi bor-da. Va bu xohish, istak qanaqa tarzda bo'lishi miyasida уже zapis bo'lgan. Va boshqa ayoldan ham xuddi shu narsani kutib turadi. Ochiqchasiga talab qila olmasligi mumkin, lekin kutadi. Agar o'sha narsani olmagandan keyin qayerga boradi? Chapga boradi. Keyinchi chetga borib keldi. Nima, uni aybdorlik his-tuyg'usi bo'lmaydimi? Agar narsist bo'lsa, aybdorlik his-tuyg'usi bo'lmaydi narsistlarda. Lekin normal, sog'lom odam bo'lsa, baribir aybdorlik his-tuyg'usi bo'ladi unda. Keyin nima qiladi? Ayolidan kamchilik izlashni boshlaydi. Nima uchun? Balansировать qilish uchun aytadiki, sen buni qila olmaysan, sen yaxshi emassan, semirib ketding, ovqating shirin emas. Nimani evaziga? Yo'qda aybdorlik his-tuyg'uchasi turibdi-ku, miyasini kavlab turadi u tarakanchada. Kamchiligini topib, pastga urib, seni shunaqaliging uchun ham, sen shunaqa bo'lganing uchun ham men majburman chapga borishga. Ayollarga ham aytaman-da, sizlar ham bir-birlaringizga yordam beringlar. Erkak kishi ham folbin emas. Qayerda hozir buni erogenniy tochkasi deb topib bilishida, uni qo'lini sekin olib, siz ham o'ziz tanangizni xohlagan joyingizga yuritishingiz, to есть unga yordam berishingiz, unga ko'z nigohlaringiz, nafas olish orqali qanaqadir signal berish kerak. Shunchaki напряженный bo'lgandan ko'ra. Sekin-sekin boradi-da u narsaga. Lekin har doim gaplashib o'tirib eshittirilsa, ya'ni menda mana bu yoqda yoki senga qanaqa подход bo'lishi kerak-da. Sizda просто shu gaplashish yo'q, gaplashish kerak обязательно. И в процессе keyin уже o'rganib borilaveradi.